Tasavvur qiling, saroy g'ulomlari gvardiyasidan ko'tarilgan bir kuch bir necha 10 yilda xalifa tan olgan saltanatga aylanadi va Hindistonga 17 marotaba yurish qiladi. Bu video sizning g'aznaviylar haqidagi tasavvuringizni o'zgartirib yuborishi kafolatlangan. Hozir bo'lsangiz, biz boshlayapmiz. Somoniylar zaiflashgan pallada Alpdegen G'aznani egallab, mustaqil tayanch nuqtani yaratadi. Sabuqdegen bu tayanchni davlat tuzilmasiga aylantirib, chegaralarni kengaytiradi va tarafdorlarni to'playdi. Mahmud davrida G'azna Somoniylar noibligidan amalda chiqib, Bag'dod xalifasi Al-Qodirdan Yamin-ud-Davla va Amin-ul-Milla unvonlarini olib, legitimlikni mustahkamlaydi. Qoraxoniylar bilan 1001-yilda Amudaryo chegara qilib belgilandi. Raqobat esa 1025-yilda Samarqand yaqinidagi Mahmud G'aznaviy va Tamg'achxon Qodir Qoraxoniy uchrashuvida yorqin namoyon bo'ldi. Sharqda 1002-1026-yillarda Shimoliy Hindistonga 17 marotaba yurish qilinib, asosiy o'sish resursi shu yo'nalishda to'planadi. Manbalarda 1019-yilda 350 ta fil va 57 ming asirning G'aznaga olib kelingani, qo'shinning 300 ming askar va 500 tagacha fildan iboratligi qayd etiladi. O'lja infratuzilmaga aylantirildi. G'aznada jami masjidi 1019-yili musulmon olamida ilk davlat madrasasi, suv to'g'onlari va bozorlar barpo etildi. Ilm va so'zga homiylik siyosat darajasiga ko'tarildi. Beruniy Hindiston va Qonuni Mas'udiyni yozdi. Utbiy Gardazi Bayhaqiy ijod qildi. Firdavsiyning Shohnomasi adabiyot va hokimiyat ziddiyatini ko'rsatdi. Mahmud Abu Ali ibn Sinoni saroyga jalb etishga urindi, biroq u Xorazmni tark etib g'arbga yuzlandi. Boshqaruv dargoh va devonlarga, harbiy moliya, diplomatik va boshqa rasmiy tadbirlar hamda hujjatlar devoni, xat-xabar ya'ni pochta devoniga, shuningdek ulug' hojib va saralangan gvardiya intizomiga tayandi. Biroq ortiqcha safarbarlik Mas'ud davrida 1040-yil Dandoniqonda Saljuqiylar zarbasi bilan Xuroson yo'qotilgani, 1186-yilda esa G'uriylar Xisraf malikni Panjobda qatl etgani bilan yakun topdi. Lekin baribir G'aznaviylar o'lja va targ'ibotni institut va legitimlikka aylantirish modeli sifatida tarixda qoldi.